Bismillahirrahmanirrahim. Bu videoda Suratul İhlas, İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'in sure tertibi boyunca 112. surenin okuluşunu, yani Kul huvallahu ahad degan şu surenin okuluşunu bilmiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Kul huvallahu. Mayat diqqat qiladigan bir narsa, qulni o'qiganda lam sakin, ya'ni lam harfi sukun bo'lgandan keyin qul deb o'qiymiz. Qul deb bundaq hashtag o'qib qo'ysak bo'lmaydi. Shunday qilsak bo'ldi. Ikkinchisi, huvallohdagi Alloh harfinimi Alloh degan so'zningki oldidagi so'zning oxirgi harfi zabar yoki tash bo'lsa Alloh deb o'qiydik. Masalan, huvalloh yoki talloh yoki bo'lmasa Rasululloh deganga o'xshash. Endi bu yerda agar oldiki shu Alloh degan so'zning oldiki so'zningki oxirgi harfi zir bo'lsa, masalan bismi deki mim harfi zir bu yerda. Buni bismillah yoki a'udhu billah deb mana o'qiymiz. Chunki bu tajvid qoidasida shuning o'qilish Allohning ikki xil o'qilishini nima qiladi? Shunga bismillah yoki a'udhu billah, ammo bu yerda qul huvalloh rasululloh degandek o'qiymiz. Shunga qul huvallohu ahad. A alif ha dun. Dun turishda sukun o'qildi to'xtagan vaqtimizda. Agar to'xtamay o'qib qolsa, uni ahadun deb o'qiymiz. To'xtagan uchun qul huvallohu ahad. Dal harfi nima? Qalqala. Qalqalani o'qigan vaqtimizda ahad deb o'qiymiz. Ahad deb o'qimaymiz. Qul huvallohu ahad. Allohu samad. Alloh bu yerdagi o'xshash fatha bilan boshlanadi. Mana to'xtaganda Alloh deb o'qiymiz. Allohu samad. Sod. Somadu. Bu yerda dalni sukun o'qidik. Samad. Allohu samad. Lam yalid. Bu yerda dal. Oldidagi dalni qalqala o'qigan. Keyingisi o'xshashlar sukun bo'lganligi uchun qalqala. Lam yalid va lam yulad. Yani ikkili dal lam yaliddiki va lam yuladdiki o'xshashlar qalqala qo'yildi. Buni ba'zi xato o'qib qo'yilgan ishlar bor. Lam yalid va lam yulad deb buni o'qish bo'lmaydi. Qul huvallohu ahad deb buni te o'qib qo'ysak to'g'ri bo'lmaydi. Shuni dal o'qishga odatlanish kerak, to'g'ri o'qish kerak. Lam yalid va lam yulad va lam yakullahu kufuwan ahad. Bu yerdagi yakullahu nun asli bu yerda yakun lahu diye asli. Endi nun sakinlik nun bu asli, sukun bo'lmaydi. Sakinlik nun. Aqidin lam harfi kelgan vaqtida bu nun lamga yeyishib ketadi. Yani idg'om deydi buni. Arabcha tajvid qoidasida yakun deganni yakul deb nun o'qimaylam, lamni o'qiydigan. Idg'om qoidasi bo'yicha va lam yakullahu deb o'qiymiz. Aqidagi hu degan kichik bir vav harf bor. Buni kichik vav deymiz. Vav sag'ira deb buni azroq shu vavga u deb suzib qo'ysak bo'ladi. Ikki harf miqdorda. Masalan, agar yakullahu desak bir harf bo'ladi. Yakullahu desak ikki harf bo'ladi. Demak, ikki harf miqdorda buni suzish kerak. Yani walam yakullahu kufuwan ahad. Asli kufuwan dek tanvin wan harfi
Ba'ziyada ixfa o'qiymiz. Kufuvan deb. Chunki uni oxirgi harf ixfa harflari. Ammo bu alif uchun buni emas. Buni kanay harflari deb ataldi. Alif. Alif, ha, ha, ha. Degan harf. Bu harfni kelib qolgan vaqtida ne qo'ymasak, kufuvanni izhar o'qiymiz. Ya'ni izhar uch. Kufuvan ahad deb. Kufuvan ahad. Mana shu dalga o'xshashdan qalqala shunga ahad deb o'qisak bo'ladi. Endi buni o'qiylik. Va lam yakullahu kufuvan ahad. Bundaqda butun so'rni bir o'qiylik. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.